Kimdir lichkamga siz amerikanetsga pul uchun turmushga chiqqansiz, sevgi uchun emas debdi. Конечно же, sevib turmush qurganman. Lekin agar u amerikanets yarim hech qayerda ishlamasa yoki qanaqadir kassir bo'lib supermarketda ishlayotgan bo'lganlarida, bir tiyin pul topmaydigan yoki kam pul topadigan odam, ambitsiyasi yo'q, hech narsaga erishmagan odam bo'lganda men turmushga chiqmasdim. To'g'risini aytaman. Birinchi marta O'zbekistonda erga tepib ko'rganman. O'zinglar bilasizlar nima bo'lganini keyin. Men bu narsadan uyalmayman. Hamma narsaga pul kerak. Hamma narsaga. Amerikada hayot qimmat. Yaxshi ichirmoqchi bo'lsangiz bolangiz, yaxshi yedirmoqchi bo'lsangiz, yaxshi maktablarda o'qitmoqchi bo'lsangiz, putешествие qilmoqchi bo'lsangiz, hamma narsaga pul kerak. O'zbekistonda ham shu hamma narsa qimmat. Men sizlarga faqat pul uchun turmushga chiqiladi deyotganim yo'q. Lekin shu narsaga ahamiyat berish kerak. Erkak kishi nima qiladi, nima ish qiladi, oilasini eplolaydi. Mani ota-onasi uylantirib qo'ygan bo'lsa, unaqasini nima qilasizlar? Ota-onasini pensiyasiga yashab yurasizlarmi keyin? Unaqa nima kerak bor bunaqa erkakni? Shu ota-onalarning yonida o'tiringlar. Tinchgina. O'shanga men o'zimga o'zim aytganman. Birinchi marta O'zbekistondagiga teganimda даже alimentdan qochib yurgan. Ish qilib aliment so'rab qolmasin deb. Yo'q, men уже unaqa xatoni qilmayman dedim. O'shanga Amerikaga kelganimda necha yil Amerikada yashab, уже fuqarolikni olganimdan keyin turmushga chiqqanman. Chunki har bitta odamga turmushga chiqishni xohlamaganman. Turmushga chiqsam damni chiqib ketardim, kelgan zahotim bo'ldi. Xohlamaganman unaqasini. Yaxshi pul topadigan, o'ziga to'q, oilasini eplolaydigan, hammani yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan, birinchi bo'lib meni yaxshi ko'rish kerak deganman. Birinchi bo'lib. Chunki erkak kishi sizni yaxshi ko'rish kerak. O'shani qo'lda ko'tarib yuradi. Orqasidan siz yalinib, yig'lab yurmaysiz-da o'shanda. Men ham yaxshi ko'raman, erim ko'proq yaxshi ko'radi. O'shaning uchun hech uyalmanglar bu narsadan, qizlar. Birinchi bo'lib, конечно, bir-biringlarni yoqtirib, yaxshi ko'rib, yaxshi ko'rib ketish ham keragi yo'q hayotda. Erkak kishi sizni yaxshi ko'rsin. O'shanda siz ham uni отношениясini ko'rib, sizga yaxshi отношения qilganini ko'rib, sizlar ham yaxshi ko'rasizlar keyin. Masalan, siz yaxshi ko'rib, bitta odamni yaxshi ko'rib deb, keyin sizni bir tiyin, chirtiyin qilib, hayotingizni barbod qilsa, ana o'shanda ko'rasizlar sevgiga nima bo'lganini. Qalblaringizni tutinglar qizlar, turmushga chiqayotganinglarda.